Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bosim, Paskal qonuni, gidrostatik bosim haqida gaplashamiz. Gidravlik presslar haqida. Xo'p, bosim deb nimaga aytiladi? Bosim deb yuza birligiga tik ta'sir etuvchi kuchga bosim deyiladi. Bosimni biz bosimni P barobar P barobar F taqsim S formula orqali hisoblab topamiz. Demak, formulaga qarab ta'rif aytmoqchi bo'lsak, bunday sodda formulalarda maxrajdagi ifodani birga tenglashtirib olamiz. Maxrajda yuza, suratda esa kuch. Yuza birligiga tik ta'sir etuvchi kuchga bosim deyiladi. Uh, Bosim demak, sirtga ta'sir qiluvchi kuchga to'g'ri proporsional, sirtni yuzasiga esa teskari proporsional bo'ladi. Kundalik turmushda bosimga oid muammolarga juda ko'p duch kelamiz. Oddiy misol oshxonadagi pichoqlar. Agar oshxonadagi pichoqlar a, mahsulotni yaxshi kesmaydigan bo'lib qolsa, ya'ni o'tmoslashib qolsa, uni darrov qayroq toshga solamiz yoki biror bir chinini orqasiga ishqalaymizda uning kesadigan joyini ingichkalashtirishga harakat qilamiz. Ya'ni uning yuzasini kamaytiramiz. Sababi bu pichoqlar ko'p ishlagani uchun aynan shu kesadigan joyi yuzasi qalinlashib, to'mtoqlashib qolgan bo'ladi. Endi uni qayroq toshga solib ishqalaydigan bo'lsak, uni kesadigan joyi ingichkalashadi hamda hosil bo'ladigan bosim ortadi. Yoki bo'lmasam tog'da, qorda yurganimizda qorga botib ketmaslik uchun maxsus oyoq kiyim kiyib olamiz, ya'ni chang'ilarni kiyib olamiz. Natijada bu yerdagi yuza ortadi. Yuza ortgani hisobiga bizni qorga hosil qiladigan bosimimiz kamayadi. Demak, kundalik turmushda biz ehtiyojimizga qarab turib, biz uchun foydali yoki zararliligiga qarab turib, bosimni orttirishga yoki bosimni kamaytirishga harakat qilamiz. Odatda buni yuza orqali amalga oshiramiz. Bosimni kamaytirmoqchi bo'lsak, yuzani orttiramiz. Mana bunday oyoq kiyimlar misolida yoki chang'ilar misolida. Bosimni oshirmoqchi bo'lsak, yuzani kamaytiramiz. O'sha qutblarda yashaydigan oq ayiqlarni oyoq panjalari o'zini tanasiga nisbatan kattaroq o'lchamda bo'lgani uchun uni og'irligini teng taqsimlab beradi hamda kamroq bosimni yuzaga keltiradi. Shuning uchun ular qorda osongina harakatlanishi mumkin bo'ladi. Ular ham botadi qorga, lekin kutilgandan ancha ozroq botadi, yengilroq harakat qiladi. Oyoq panjalari kattaroq bo'lgani uchun. Demak, mexanik bosim deb yuza birligiga tik ta'sir etuvchi kuchga aytilarkan, bosim kuchga to'g'ri proporsional, yuzaga esa teskari proporsional bo'lar ekan. Bu yerda F bu og'irlik kuchi bo'lgani uchun uning o'rniga mg ifodani qo'yadigan bo'lsak va massani o'rniga Rho ko'paygan v ni, hajmni o'rniga esa s ko'paygan qandaydir h balandlikni qo'yadigan bo'lsak, bu yerda bosimni o'z formulasi o'zgarishi mumkin bo'ladi. Ya'ni massamiz Rho s h ga teng bo'ladi, og'irlik kuchimiz esa Rho s h g ga teng bo'ladi. F o'rniga olib kelib qo'yganimizda slar qisqarib ketadi-da, p barobar Rho G H degan ifoda hosil bo'ladi. Bu ham jismlarni asosga ta'sir qiladigan bosimi hisoblanadi. P barobar rho G H. Biz bosim mavzusini Blaise Pascal qoidasi yordamida, ya'ni Pascal qoidasi yordamida, Pascal qonuni yordamida o'rganamiz. Pascal qonunida aytiladi, suyuqlik yoki gazlarga berilgan tashqi bosim barcha yo'nalishlarda teng taqsimlanadi. Hop, davom etamiz.
Bosim deb F taqsim S ifodaga aytilar ekan va biz uni ikkinchi ko'rinishi ro'ji H formula orqali hisoblab topsak bo'laverar ekan. Tasavvur qilamiz, idishda qandaydir suyuqlik bor. Suyuqlikning zichligi rho ga teng. Va bu suyuqlik ham qandaydir massaga ega bo'lgani uchun yer tomonidan bunga og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Ana shu og'irlik kuchini hisobiga idishni tubiga mana bu asosga qandaydir kuch bilan ta'sir qiladi va bosimni yuzaga keltiradi. Ana shu hosil bo'layotgan bosimga ham P barobar F og'irlik taqsim S formula orqali yoki M G taqsim S formula orqali hisoblab topsak bo'laveradi. Bu yerda ham massani o'rniga rho v ni, hajmni o'rniga SH ni qo'yadigan bo'lsak, bosimni yana bir formulasi hosil bo'ladi. P barobar rho G H degan. Demak, bu suyuqliklarni og'irlik kuch ta'sirida idish tubiga beradigan bosimi hisoblanadi. Gidrostatik bosim odatda rho G H formula orqali hisoblab topiladi, faqat masala shartiga e'tibor beramiz. Masala shartida usti ochiq idish yoki usti yopiq idish haqida gapirishi mumkin. Atmosferadagi gazlar, mavjud gazlar massaga ega bo'lgani uchun ular ham qandaydir og'irlik kuchiga ega bo'ladi va yer tomon qandaydir bosimni hosil qiladi. Bu bosim atmosfera bosimi deyiladi. Atmosfera bosimi odatda P0 formula orqali ifodalanadi. P0 barobar, ya'ni bir atmosfera bosimimiz 760 millimetr simob ustuniga teng bo'ladi. Masalalarda esa biz buni 10 darajasi 5 paskalga teng deb hisoblab ketsak bo'laveradi. Uning aniq qiymati esa 101,3 kilo paskalga teng bo'ladi. Atmosfera bosimi va uning xossalarini keyinroq alohida to'xtalamiz. Demak, bu yerda agarda idishimizning usti ochiq bo'ladigan bo'lsa, atmosfera bosimi ham ta'sir qiladi. Natijada idish tubiga beriladigan bosim ortadi. Shuning uchun ham usti ochiq idishlar uchun P barobar P0 plus rho G H formuladan foydalanamiz. Gidrostatik bosimni topish uchun usti yopiq idishlar uchun esa P barobar rho G H formula orqali topamiz. Misol uchun aytaylik, ko'ldagi 20 metr chuqurlikdagi gidrostatik bosimni toping deydigan bo'lsa, ko'lning usti ochiq bo'lgani uchun P0 plus rho H ni olamiz. Endi idishdagi deydigan bo'lsa, o'zi masalada aytib o'tib ketish kerak, usti ochiq idish yoki usti yopiq idishdir. Usti ochiq idish deydigan bo'lsa, P0 plus rho H ni olamiz. Usti yopiq idish bo'ladigan bo'lsa, rho H ni olamiz va shu orqali og'irlik kuch ta'sir og'irlik kuch ta'sirida suyuqliklarning idish tubiga beradigan bosimini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Endi bizdan so'rashi mumkin, idishlarni yon devoriga beradi, suyuqliklarni idishning yon devoriga beradigan bosimini hisoblang deb. Tasavvur qilamiz, idishda qandaydir suyuqlik bor va bu suyuqlik idish tubiga qandaydir bosimni hosil qilyapti. Bu bosim P ga teng bo'lyapti. Va biz uni rho H yoki rho H plus P0 formula orqali hisoblab topyapmiz. Endi shunda uni yon devoriga eng tubiga beradigan bosimi ham P barobar rho G H formula orqali hisoblab topiladi. Mana bu eng yuqori nuqtasida esa idishning yon devoriga beriladigan bosim 0 ga teng bo'ladi. Eng tubida esa rho H ga teng bo'ladi. Shunda idishning yon devoriga beriladigan o'rtacha bosimini topish uchun P1 ni P2 ga qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham yon devorga beriladigan bosim P barobar 1 taqsim 2 rho G H ga teng bo'ladi usti yopiq idishlar uchun. Agar usti ochiq idishlar bo'ladigan bo'lsa, unda yuqorida aytganimizdek atmosfera bosimini ham hisobga olishimiz kerak. Faqat farqi shundaki, Paskal qonuniga ko'ra suyuqliklarga berilgan tashqi bosim barcha yo'nalishlarda bir xil uzatiladi. Shuning uchun ham usti ochiq idishlarda idishning yon devoriga beradigan bosimi 1 taqsim 2 rho G H
plus P0 formula orqali hisoblab topiladi. Ya'ni mana bu atmosfera bosimini idishning yon devoriga ko'rsatadigan ta'siri eng yuqori nuqtasida ham P0 ga teng bo'ladi, eng pastki nuqtasida ham P0 ga teng bo'ladi. Shunga ko'ra, a, yon devorga beriladigan bosimi 1/2 ρ h plus P0 formula orqali hisoblab topiladi. Hop, Paskal qonuniga to'xtaladigan bo'lsak, Paskal qonunida demak, suyuqlik yoki gazlarga berilgan tashqi bosim barcha yo'nalishlarda bir xil va o'zgarishsiz uzatiladi deb aytilyapti ekan. Idishda qandaydir suyuqlik bor edi. Biz tashqaridan qo'shimcha bosimni yuzaga keltiryapmiz. Aytaylik, Px bosimni yuzaga keltiryapmiz. Bu Px bosim suyuqlikka ta'sir qilishni boshlaganda suyuqlik ichida barcha yo'nalishlarda bir xil va o'zgarishsiz uzatila boshlaydi. Ya'ni uning son qiymati o'zgarmasdan barcha yo'nalishlarda bir xilda ta'sir ko'rsatadi. Bu Paskal qonuni deyiladi. Suyuqliklarga berilgan tashqi bosim suyuqlik ichida barcha yo'nalishlarda bir xil va o'zgarishsiz uzatiladi. Va buni biz oddiy tajriba yo'li bilan ko'rsak ham bo'laveradi. Ikkita tuxumni olamiz. Biri xom tuxum, ikkinchisi esa suvda pishgan tuxum. Butun holatda turibdi. Agar birinchisiga qandaydir o'q otiladigan bo'lsa, o'q kelib teggandan so'ng bu xom tuxum bo'lgani uchun tuxum barcha tomonlaridan darz ketadi. Ya'ni hamma yoqlari sinib ketadi. Sababi bu tuxumni ichida suyuqlik bo'lgani uchun unga beriladigan, ya'ni o'q tomonidan berilayotgan tashqi bosim barcha yo'nalish bo'ylab ta'sir qiladida tuxumni po'chog'ini barcha yo'nalishi bo'ylab sinishiga sabab bo'ladi. Endi suvda pishgan tuxum bo'ladigan bo'lsa, o'q kelib urilgandan so'ng unda tuynuk hosil bo'ladi, xolos teshib narigi tomondan chiqib ketaveradi. Tuxum butunligicha qoladi qolgan qismlari. Sababi a, suvda pishirilgandan so'ng endi u suyuqlik xossasini yo'qotib qoladi va qattiq jism xossasini namoyon qiladi. Qattiq jismlarda berilgan bosim faqat ana shu kuch yo'nalishi bo'ylab ta'sir qiladi, xolos. Misol uchun, biror bir taxta turibdi, u yog'och uni ikkita asosga qo'yib, bu nuqtasidan qandaydir F kuch bilan ta'sir qiladigan bo'lsak, bu yerda hosil bo'ladigan bosim faqat shu yo'nalish bo'ylab uzatiladi, qolgan qismiga ta'sir ko'rsatmaydi. Suyuqliklarda esa unday emas ekan. Suyuqliklarda berilgan tashqi bosim suyuqlik ichida barcha yo'nalishlar bo'yicha bir xilda uzatilar ekan. Bundan gidravlik presslarda foydalaniladi. Gidravlik press deb nimaga aytiladi? Ostlari tutashgan ikkita suyuqlikdan ostlari tutashgan ikkita silindrdan iborat bo'lgan sistemaga gidravlik press deyiladi. Yuzasi kichikrog'i kichik porshen, yuzasi kattarog'i katta porshen deyiladi. Kichik porshenga qandaydir F1 kuch ta'sir qilinadi, natijada katta porshenda F2 kuch hosil qilinadi. Gidravlik pressda Paskal qonuniga ko'ra bu yerda hosil qilinayotgan bosim suyuqlik ichida bir xil va o'zgarishsiz uzatiladi-da, katta porshen tomonda ko'taruvchi bosim yuzaga keladi. Demak, bu yerdagi bosim mana bu yerdagi bosimga teng bo'lar ekan. Bosimlari tengligidan F1 taqsim S1 teng F2 taqsim S2 degan ifodani olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam bu yerdan S2 taqsim S1 barobar F2 taqsim F1 degan ifodani olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bu yerda hosil bo'layotgan kuch yuzaga to'g'ri proporsional bo'ladi. Qayerda yuza katta bo'lsa, o'sha yerda hosil bo'layotgan bosim kattaroq bo'ladi. Gidravlik pressdan ham aynan mana shu maqsadda foydalaniladi. Ya'ni ozgina kuch bilan katta kuchni hosil qilishda. Aytaylik, mana bu kichik yuzasining o'lchami 2 santimetr kvadrat bo'lsin. Katta yuzani o'lchami esa, katta porshenning o'lchami esa 100 santimetr kvadrat bo'lsin. Yuzalari nisbati 50 marta farq qilayotgani uchun chap tomoniga biz 10 newton kuch ta'sir qilib, o'ng tomonida 500 newton ko'taruvchi kuchni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi.
Demak, gidravlik press deb ostlari tutashgan ikkita silindrdan iborat bo'lgan sistemaga aytilar ekan. Gidravlik press yordamida kichik kuchlarni katta kuchlarni hosil qilib olinar ekan. Ya'ni kuchlarni ko'paytirish maqsadida foydalanilar ekan. Bu gidravlik pressdan texnikada juda ko'p foydalaniladi. Misol uchun, mana bunday ekskavatorlarda bu yerda maxsus shlang yordamida mana bu silindrni ichiga o'zining maxsus suyuqligi kiritiladi. Tashqi bosim yordamida ana shu shilangada hosil bo'layotgan bosim mana bu silindr ichida hosil bo'layotgan bosim bilan bir xil bo'ladi. Yuzalari esa farq qilgani uchun, ya'ni shlankaning yuzasi kichikroq, bu yerdagi silindrning yuzasi kattaroq bo'lgani uchun bu yerda katta qiymatda ko'taruvchi kuch hosil bo'ladi. Natijada porshenni ko'taradi. Mana bu yerlarda ham xuddi ana shunday porshenning surilishini hisobiga ekskavator mexanizmi ishga tushadi va u o'zining vazifasini bajarishi mumkin bo'ladi. Demak, Paskal qonunida aytilgan ekan, suyuqlik yoki gazlarga berilgan tashqi bosim suyuqlik ichida barcha yo'nalishlar bo'yicha bir xil va o'zgarishsiz uzatiladi. Aynan mana shu Paskal qonuni asosida ishlaydigan mexanizm gidravlik press deyilar ekan. Va suyuqliklarni og'irlik kuch ta'sirida idish tubiga beradigan bosimi gidrostatik bosim deyilar ekan. Usti yopiq idishlar uchun P barobar ρh, usti ochiq idishlar uchun esa P0 plus ρh formula orqali hisoblab topilar ekan. Bu yerda P0 atmosfera bosimi ekan. Yon devorga beriladigan bosimi esa usti yopiq idishlar uchun 1 taqsim 2 ρh bo'lar ekan. Usti ochiq idishlar uchun esa 1 taqsim 2 ρh plus P0 ga teng bo'lar ekan. Mana shu ma'lumotlar asosida kitobdagi ba'zi bir masalalarni ko'rib chiqamiz. 10-masala. Massasi 4 kilogramm va yuzi 8 metr kvadrat bo'lgan gilam polga qanday bosim beradi? Demak, gilamni polga beradigan bosimini so'rayapti. Gilamni polga beradigan bosimini topish uchun F taqsim S formuladan foydalanamiz. F ni o'rniga esa mg og'irlik kuchini qo'yamiz. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, massasi 4 kilogramm edi, g ga ko'paytirsak 40, 8 ga bo'ladigan bo'lsak 5 paskalni tashkil qilyapti. Demak, bu yerda bosimni birligi Blaise Paskal sharafiga paskal deb qabul qilingan ekan. Masalalarda kilopaskal, gigapaskallar kelishi mumkin. Fizika kattaliklarning old qo'shimchalari yordamida. 11-masala. Nasos gidravlik pressga moyni 300 newton taqsim santimetr kvadrat bosim bilan yuboradi. Katta porshenning yuzi 900 santimetr kvadrat bo'lsa, u qanday kuch bilan ta'sir qiladi? Demak, bosimni birligi, asosiy birligi paskal. Formuladan kelib chiqadigan bo'lsak, bosimni qo'shimcha birliklari ham mavjud. Bu 1, kuchni birligi newton, yuzaning asosiy birligi metr kvadrat. Newton taqsim metr kvadrat esa bizga paskalni beradi. Masala shartida esa newton taqsim santimetr kvadratni beryapti. Aslida bu masalani ishlashda santimetr kvadratdan metr kvadratga o'tib olishimiz kerak edi, lekin bu yerda yuzani o'zini ham santimetr kvadratda berayotgani uchun shunday qolsa ham bo'laveradi, birliklari qisqarib ketadi. Demak, bizga gidravlik press hosil qiladigan bosimi berilyapti ekan va yuza berilyapti. Ta'sir etayotgan kuchni so'rayapti ekan. 11-masala. Demak, kuchni topadigan bo'lsak, bu formuladan F barobar P ko'paygan S bo'ladi. Bosimni o'rniga 300 newton taqsim santimetr kvadrat, yuzani o'rniga 900 santimetr kvadratni qo'yamiz. Shunda santimetr kvadratlar qisqarib ketadi-da, 27 10 darajasi 4 paskal newton qoladi. Agar biz uni kilonewtonga aylantiradigan bo'lsak, 270 kilo newton hosil bo'ladi. Navbatdagi masala. Rasmda 3 ta g'ishtni 4 xil vaziyatda, 4 xil holatda qo'yilgani tasvirlangan. Qaysi holda g'ishtlar stolni kattaroq kuch bilan bosadi, deyapti.
kattaroq kuch bilan bosadi degan savolda, demak, kuchni so'rayapti. Kuch esa mg formula orqali hisoblab topilar edi. Bu yerda har to'rala holatda ham uchtadan g'isht tasvirlanyapti. Ya'ni massa o'zgargani yo'q to'rala holatda ham. Shuning uchun bir xilda kuch bilan ta'sir qiladi. Endi kuch emas, bosimni so'raganda mana bu uchinchi holatda eng katta bosim bilan ta'sir qiladi der edik. Sababi buni hosil qiladigan bu tegib turgan yuzasi, ya'ni asosining yuzi judayam kichkina qolganlariga nisbatan. Birinchi, ikkinchi, to'rtinchilarda esa yuzalari bir xil bo'lgani uchun bir xil bosimni yuzaga keltirar edi. Demak, javobimiz to'rala holatda ham bir xilda kuch bilan ta'sir qiladi. Hamma holatlarda bir xil kuch bilan ta'sir qiladi. Hop, 15-si. Yana g'ishtni uch xil vaziyati tasvirlanyapti. Endi qaysi birida bosimi eng katta bo'ladi, deyapti. Bosimi eng katta bo'lishi uchun uning tegib turgan asosi, ya'ni yuzasi eng kichkina bo'lishi kerak. U birinchi vaziyatda tasvirlangan. Birinchi vaziyatdagi yuza bunga teng. Ikkinchi vaziyatda yuzamiz sal kattaroq. Uchinchi vaziyatda esa yerga tegib turgan qismining yuzasi anchagina katta. Demak, eng katta bosim birinchi vaziyatda yuzaga keladi. 18-si. Bloklar yordamida mana shu sistema hosil qilinyapti ekan va pastdagi yuk qanday kuch bilan ta'sir qilishi so'ralyapti ekan. Bu masalada demak, mana bu yuzaga ta'sir qilayotgan bosim kuchini topishimiz kerak. Birinchi o'rinda mana bu yuk sirtga qanday normal bosim kuchini hosil qiladi, shuni topishimiz kerak. Uni topish uchun esa o'zining og'irlik kuchidan m1 dan ip orqali osilgan ikkinchi yukni tortuvchi kuchini m2 ni ayirib yuborishimiz kerak bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 40 newton bo'ladi. Demak, normal bosim kuchi 40 newtonga teng ekan. Ana endi bosimni topadigan bo'lsak, F taqsim S edi. F o'rniga N ni qiymatini olamiz. 40 taqsim 0,4 barobar 100 paskalni hosil qilar ekan. Navbatdagi masala, qiya tekislikda jism turibdi. Bu jismni hosil qilayotgan bosimini so'ralyapti. Bosim har doim sirtga perpendikulyar yo'nalgan kuch hisobiga yuzaga keladi. Demak, bu qiya tekislikda turgan jismda ham og'irlik kuchini ikkita tashkil etuvchiga ajratamiz va biz mana bu F ni topib olamiz. F barobar, agar bu yerdagi burchakni alfa deydigan bo'lsak, unda mana bu yerdagi burchak ham alfani tashkil qiladi. U holda F yigirimiz F ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Hop, burchagimiz 53 gradus, kosinus esa 53 gradusda 0,6 ga teng bo'ladi. Massasi og'irligi 20 newton ekan. Demak, 20 ko'paygan 0,6 deydigan bo'lsak, 12 newton bo'ladi. Ana endi bosimni topadigan bo'lsak, P barobar F taqsim S bo'ladi. Yuzani topish uchun bizga uzunligi 2 metr ekanligi berilyapti. Qirrasining uzunligi 2 metr bo'lgan. Qirrasining uzunligi 2 metr bo'lgan 20 newton og'irlikdagi jism qiya tekislik ustida tinch turibdi degan ma'lumot berilyapti. Demak, buni kub shaklda deb tasavvur qiladigan bo'lsak, u holda F taqsim A kvadrat bo'ladi. Tomoni esa 2 metrga teng ekan. Demak, 12 taqsim 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Hisoblasak, 3 paskal bo'ladi. Demak, bu holda yuk qiya tekislikka 3 paskal kuch bilan ta'sir qilyapti ekan.
Navbatdagi masala ko'l tubidagi birinchi, ikkinchi va uchinchi nuqtalardagi bosimlar o'zaro qanday munosabatda? Bunday holatda berilgan nuqtalarni suyuqlik sirtidan qancha chuqurlikda ekanligini baholashimiz kerak bo'ladi. Eng past nuqtada joylashganda bosimi yuqoriroq bo'ladi, chunki mana bu h balandlik eng katta bo'ladi unda. Demak, eng katta bosim uchinchisida, keyin ikkinchisi, keyin birinchisi bo'ladi. Navbatdagi masalamiz zichligi 900 bo'lgan suyuqlikning 30 santimetr chuqurlikka ega bo'lgan joydagi bosimini toping deyapti. Demak, bunda P barobar rho J H ifodadan foydalanamiz va bosimni topamiz. Bu yerda atmosfera bosimi haqida ma'lumot berilmayapti va qandaydir suyuqlik haqida gap ketyapti. Ko'ldagi suv emas, shuning uchun atmosfera bosimi ta'sir qilmaydi deb tasavvur qilib ko'ramiz va o'rniga qo'yib hisoblaymiz. Zichligi 900, chuqurligi esa 30 santimetr. Uni metrga aylantirsak 0,3 bo'ladi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak 2700 paskalni hosil qilyapti ekan. Bizda paskalda so'ralyapti, javobimiz 2700 bo'ladi. Keyingisi, agar ko'lning biror h chuqurligidagi bosim 2 megapaskal bo'lsa, undan 10 metr chuqurroq nuqtadagi gidrostatik bosimni toping deyapti. Demak, bizga qandaydir ko'l berilyapti. Ko'lda qandaydir chuqurlikdagi, h chuqurlikdagi bosim P1 ni tashkil qilyapti. Ya'ni bu nuqtadan 10 metr pastroqdagi nuqtada hosil bo'layotgan bosimni so'rayapti. Demak, bu yerdagi P2 ni topadigan bo'lsak, unda mana bu P1 bosimga rho J delta H bosim qo'shilib qoladi. Ya'ni qo'shimcha bosim yuzaga keladi mana bu yerda. Demak, P2 ni topadigan bo'lsak, rho J delta H ni hisoblaymiz. 10 metr balandligimiz. P1'imiz 2 10 darajasi 6 plus rho J H ni hisoblaydigan bo'lsak 10 darajasi 5 barobar 21. Hop, zichlligimiz 1000, 10.000, 100.000, 10 darajasi 5. Demak, 21 ko'paygan 10 darajasi 5 paskalni tashkil qilyapti ekan. Megapaskalda esa 2,1 10 darajasi 6 paskalga teng bo'ladi. Javob E bo'ladi. Navbatdagi masala, suv bosimi hosil qiluvchi minorada suvning sathi suv havzasidan 30 metr balandlikda turadi. Havzadan 20 metr balandlikda joylashgan vodoprovod quvuridagi bosimni aniqlang deyapti. Demak, suv minorasi bor ekan, sodda qilib aytganda bashni. Mana shu suv minorasi suv sathidan 30 metr balandlikda joylashgan ekan. Endi havzadan 20 metr balandlikdagi, jami balandligimiz 30 metr bo'lsa, endi yerdan 20 metr balandlikdagi vodoprovod quvuridan suv qanday tezlik bilan otilib chiqadi deyapti. Bizga mana bu balandlik muhim. Ya'ni suv sirtidan mana shu quvurgacha bo'lgan delta H balandlik. Bu delta H balandligimiz masala shartidan kelib chiqadigan bo'lsak 10 metrni tashkil qilyapti. Bu yerdagi endi bosimni topadigan bo'lsak P barobar rho J delta H bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak 10 darajasi 5 paskalga teng bo'ladi. Navbatdagi masala, turli shakldagi 3 ta idishga bir xil balandlikda quyilibdi. Idish tubidagi bosimlar qanday munosabatda bo'ladi deyapti. Bir xil suyuqlik quyilyapti va bir xil balandlikda turibdi har bir idishda. Shuning uchun ularni beradigan bosimi rho J H formula orqali ko'radigan bo'lsak bir xil bo'ladi. Keyingisi, suvli idish A tezlanish bilan tushmoqda. Suvni idish tubiga ko'rsatadigan bosimini toping deyapti. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, bosim F og'irlik kuchi taqsim S formula orqali hisoblab topiladi. Agarda bu sistema, ya'ni idish
qandaydir A tezlanish bilan vertikal yuqoriga yoki vertikal pastga harakatlanadigan bo'lsa, endi og'irlik kuchi emas, og'irligini olamiz. Ya'ni m g plus yoki minus a taqsim s ni olamiz. Bundan bosimni topadigan bo'lsak, m g plus yoki minus a ko'paygan h bo'ladi. Agarda sistema yuqoriga A tezlanish bilan harakatlanadigan bo'lsa, u holda bosim m g plus a h bo'ladi. Sistema pastga tezlanish bilan harakatlanadigan bo'lsa, og'irligi m g minus a ga teng bo'ladi. G minus a ko'paygan h ga. Masala shartida A tezlanish bilan tushmoqda degan. Demak, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, kechirasizlar, m emas, mana bu zichlik bo'ladi. Endi massani o'rniga rho sh ni qo'yganimizda zichligi bo'ladi bu. Demak, rho g plus minus a h yoki hozirgi masalada rho g minus a h ga teng bo'ladi. Javob D bo'ladi. 34. Silindr shakldagi idishga massalari teng bo'lgan simov va suv quyilgan. Bunda suyuqliklar ustunining umumiy balandligi berilyapti. Suyuqlik ustuni idish tubiga qanday bosim bilan ta'sir ko'rsatadi, deyapti. Demak, silindr shakldagi idishga ikki xil suyuqlik quyilyapti ekan, uning bir qismi simov, bir qismi esa suv ekan. Bir qismi suv va ikkinchi qismi simovdan iborat, lekin massalari bir xil ekan. M1 M2 ga teng ekan. Massani o'rniga rho suv v ni qo'ysak bo'laveradi. Hajmni o'rniga esa s ko'paygan h ni oladigan bo'lsak, s ko'paygan h, shuni rho suv emas, rho 1 deb olaylik bir yo'la. Rho 1 s h1 teng rho 2 s h2 bo'ladi. Bir xil idishga, ya'ni bitta idishga quyilgani uchun yuzalari bir xil bo'ladi. U holda rho 1 h1 teng bo'ladi rho 2 h2. Bizda rho 2 miz simov bo'lgani uchun, ya'ni o'rniga qo'yamiz. Suvni zichligi 1000, h1 barobar 13600 h2. Bundan h1 ni topadigan bo'lsak, 13,6 h2 ga teng bo'ladi. H1 plus H2 esa masala shartiga ko'ra 29,2 santimetrga teng bo'lyapti ekan. H1 o'rniga 13,6 H2 ni qo'ysak, 14,6 H2 barobar 29,2 santimetrni tashkil qiladi. Bundan H2 ni topadigan bo'lsak, 2 santimetr, H1 ni topadigan bo'lsak, 27,2 santimetrni tashkil qiladi. Endi har birini beradigan bosimlarini topib olamiz. P1imiz rho 1 GH1, P2imiz rho 2 GH2 va umumiy bosimni topish uchun har birini hosil qilayotgan bosimlarini qo'shib qo'yamiz. Navbatdagi masala. Silindr shakldagi idishga qanday balandlikgacha suv quyilsa, idish devorlariga ta'sir qiluvchi bosim kuchi idish asosiga ta'sir qiluvchi bosim kuchiga teng bo'ladi deyilyapti. Demak, bu yerda bosimi emas, bosim kuchi haqida gap ketyapti. Shunisiga e'tibor qaratasizlar. Aytib o'tdik darsni boshida, asosga beriladigan bosim rho g h bo'ladi dedik. Yon devoriga beriladigan bosim esa 1/2 rho g h dedik. Lekin bizda bosim kuchlari teng bo'ladi deyapti. Shuning uchun bosim kuchlarini tenglab olamiz. F asosni F yonga. Kuch esa P ko'paygan S formula orqali topiladi. Shuni inobatga olamiz.